Aziz yurtdoshlar, mana shopsiz qilib urilyapti devorimiz. Hozirgi mana ko'rib turgan joylar mana 40 metr yer aytgan yerimiz. 101 tadan ketyapti. Aytib o'tganimizdek, donasini 3500 so'mdan urib beryapmiz. O'zimiz tushirib, toshib uryapmiz. Biz tushirib toshib urganimiz hisobiga 3,5 ming so'mga tushyapti. Agar yonida bo'ladigan bo'lsa, blok 3000 so'mdan urilyapti. Sizlar qayerdansizlar? Qayerda nech pul? Narxlarni aytib o'tib ketasizlar. Kommentariyaga yozib, qayerda nech puldan urilyapti? Qimmatmi, arzonmi? Shular haqida kommentariyaga o'z fikringlarni qoldirasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.